Hammamiz qo'yganimiz 2 metrga qo'yilgan. Bo'lishilar mumkin 2 metrdan ham o'tadi. Umuman ishlamaydi. Glavniysi normalniy moy yoqsanglar bo'ldi. Hozir ko'rgan garelkalar Xitoy garelkadan 10 marta arzonligini, 10 marta kamroq rasxod qilishini, Xitoyda emas, Chirchiqda ishlab chiqarishni bilasizlarmi? Buni o'zimiz yasaymiz, hozirlarga ko'rsatamiz. Mana shu garelkalarni bir hafta davomida yasadik. 4 tasi oxiy zavodga, 2 tasi qum zavodga, 2 tasi 1,5 gektarlik teplitsaga zakazga qilingan. Hozirlarga buni 3 xil moyda yonishini ko'rsatamiz. Bu o'zi hamma moyda yonadi. Почти benzinda ham, solyarkada ham, отработкада ham, mazut, pechnoy topливо, даже propanga ham qo'yib yoqayotganlar bor buni. Sexa pechnoy topливоsi, lekin отработкаdan 1,5 marta effekti zo'r. Bu заводской pechnoy topливо. Bu narxiga deta 6,5-7 ming atrofida. Bu o'zimizning musor отработкamiz. Hozir uchalasini yoqib ko'rsatamiz sizlarga. Effektini o'zingizlar ko'rasizlar. Yoqib olish uchun обязательно rezak shart emas, oddiy propan balonchik bilan bo'g'iradi. Hammamiz qo'yganimiz 2 metrga qo'yilgan. Bo'lishilar mumkin 2 metrdan ham o'tadi. Kompressorimiz unaqa kuchli bo'lmaganda, to'g'ri umuman ishlamaydi. Glavniysi normalniy moy yoqsanglar bo'ldi. Buni minimal yoqilishi mana bunaqa bo'ladi. Bu заводской pechnoy topливо edi. Hozirlarga Sexa pechnoy toplivosini yoqib ko'rsatamiz. Mana shu uzunlikdagi olovga o'rtacha 10 litr rasxod ketadi. Sur'ati bu ham yomon emas, hatto gradus вообще. Endi o'zimizda hamma yoqib olgan, biz arzon lekin qimmatga tushadigan atrofga yoqib ko'rsataman. Sur'atlar o'zi bu tashi ancha ko'proq, olov lekin unaqa kichkina emas. Mana shuni o'zi 1,5 metrdan ko'p. Agar atrofga yaxshi bo'ladigan bo'lsa, mana shunaqa effekt beradi. Bunga hech qanaqa moyni 80 gradusgacha qizdirish, qaynatish unaqa narsalar shart emas. Tak o'zi eritib o'zini yonadigan gradusga olib kelib oladi. Buni yana bitta yaxshi tomoni, Xitoy garelkalariga qaraganda 60 litr rasxod qilmaydi. O'rtacha 8-9 litr. Olovi 2 marta ko'p, rasxodi 10 marta kam. O'shaning uchun bizani O'zbekiston bo'yicha qum zavod, oxiy zavodlar passiyani bizdan olishadi. Bu videoni oxiy pishiradigan, qum quritadigan, alyuminiy eritadigan, metal qizdiradigan, katta parniylarga, kichkina parniylarga, uylarga bu tavsiya qilinmaydi. Производствоlarga bo'ladigan bo'lsa, bu ancha gazdan arzon tushadi. Boshqa garelkalarga qaraganda ham. O'zingizlar bilasizlar, kimga jo'natib qo'yishni bitta like bosishni esdan chiqmasin. Bizda ham yaxshi narsalar chiqadi, faqat Xitoyga yopish shart emas. Sog' bo'linglar.